Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Ey do'stim, nega xomushsiz? Nega mahzun ko'rinasiz? Nima? Sizni hayot sinovlari qiynab qo'ydimi? Bugun orzu qilganingiz, reja qilgan ishlaringiz amalga oshmayaptimi? Bugun ishingizdan ayrildingizmi? Bugun oilangizda bir sinovga uchradingizmi? Bemor bo'lib qoldingizmi? Ey do'stim, Allohdan noumid bo'lmang. Allohga suyangan banda hamisha, har holatda, har yerda albatta g'olib bo'ladi. Zero Alloh subhanahu va taolo albatta mu'min bandalarning do'stidir. Alloh taolo mu'minlarni zulmatdan nurga chiqarguvchi yagona sodiq zotdir. Ey do'stim, kayfiyatingizni ko'taring. Zero tushkunlik bandani yanada Alloh taologa osiy bo'ladigan yo'llariga olib keladi. Bandani ko'nglidan iymonning nurini pasaytiradi. Bandani yana ham ojizlik sari yetaklaydi. Bandani undanda og'ir vaziyatlarga tushib qolishligiga sabab bo'ladi. Ey do'stim, Allohdan noumid bo'lmang. Alloh taologa qayting, tavba qiling, Alloh taolodan najot so'rang. Zero Alloh subhanahu va taolo biz mu'min musulmonlarga muborak kalomi azimu shanda nasihat olishligimiz uchun, tafakkur yuritishimiz uchun, ozgina aqlimizni ishlatishligimiz uchun muborak oyatlarda shunday marhamatlar qiladi. Shu marhamatlarning ichida birtasi bizga nasihat bo'lgani, payg'ambar alayhissalomlarning ichlarida, payg'ambarlarning go'zallaridan, xayrlilaridan bo'lganlari, Hazrati Yunus alayhissalotu vassalomning boshlariga tushgan dunyodagi eng og'ir sinovni bizlarga marhamat qilib aytadi. Vaqtiki Yunus alayhissalotu vassalomni baliq yutganida, u baliqning qornidan inson omili orqali banda qutulishining imkoni yo'q. Bugun sizni ham ko'nglingizda bandadan yordam najot bo'lishligi umidsiz holatga tushib qoldingizmi? Bandadan najot bo'lishligidan noumidmisiniz? Ammo biling, Alloh taolodan noumidlik bo'lmaydi. Banda Robbisidan umid qilsa, albatta murodiga tez orada erishadi. Hazrati Yunus alayhissalom baliqning qornida bo'lganlarida Alloh aytadi: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin deya banda tavba qildi. Hazrati Yunus alayhissalom tavba qildilar, Alloh taologa sig'indilar, munojot qildilar. Alloh taolo tezda u zotni aynan shunday qiyinchilikdan, shunday bir noqislikdan, shunday bir insonni qamrab olgan eng katta hayot mamot muammosidan Alloh osonlik bilan tinchlikka, omonlikka, sihhatu salomatlikka qaytardi. Aynan shu oyatning oxirida bir kalima, bir so'z keladi, jumla keladiki, Alloh marhamat qiladi. Va kazalika nunjil mu'minin. Biz xuddi shuningdek, ya'niki Yunus alayhissalomni kitning qornidan qutqarganimiz kabi mu'minlarni ham najot berurmiz. Ya'ni mu'minlarni ham mana shunday bandani qo'lidan kelmaydigan yordamga duchor bo'lganda, mu'min bandadan yordam ola olmaydigan vaziyatga tushib qolganda, Alloh taoloning najotiga albatta uchrar ekan. Lekin buning uchun nima qilishlik kerak? Hazrati Yunus alayhissalotu vassalom qilgan tavbani, Hazrati Yunus alayhissalotu vassalom kabi banda Robbisiga sig'inishligi, undan najotni istashligi, unga o'zini topshirib holiga yordam so'rashligi lozim ekan. Do'stim, bo'ldi endi. Oyoqqa turing. Alloh taolodan sizni o'nglashligi uchun, siz tushib qolgan shu qiyin ahvoldan sizni tez orada oson va yengil chiqarib qo'yishligi uchun yordam so'rang. Allohdan noumid bo'lmang. Zero Alloh taolo mu'min bandalarning do'stidir. Unutmang. Alloh ishingizni oson qilsin. Tez orada bu chehrangizga xursandchilik, shukr, nuru xayrlikni Alloh ziyoda qilsin.